Men qarzimni davno qaytarib bo'lganman. Men undan qarzim yo'q. Prosta so'raganimda berib turgan shu 2 kun 2 kun. Davay kartanga ayt, men o'tkazib beraman. Ayting opa, qaytarib beradi. Ayt. Ayting, kutib o'tirmang, ayting. Nima Bor kiymasin bayziga sen? bor, og'rig'ing kuchayib ketmasdan to'xtab tur. 30 dollar bo'lar ekan u 420 ming so'm o'zi. Ayting. Mayli. Tak, o'zimga ham 300 dollar kerak bo'lib Yo'q, turdi. qo'ying. Ali aka, Ayt. ko'p emassin. O'zlari qarzlarini o'zlari bersin. Menga qarang, biza mana zekka berganmiz, endi zek sizga beryapti. Ayting. Qachon berdingiz menga onangizga yutqizib to'lagansan o pulni? Momangni sizga balonga deb 200 dollar so'raganman. Otang aytsa yutqizib bergansan o pulni. Onangni nomini debsan, uni shunday berganman. Balon. U batil yo'q deb aytdi. O'ziga katta ko'rsatish uchun tashlagansan o pulni, pidarras bilan. O'sha katta ko'rsatish uchun tashlagan pulimdan tashlab berish. Otaqa menga aytyapsan, o'zingga katta ko'rsatish uchun qildingsan. O'sha katta ko'rsatish uchun tashlagan pulimdan tashlab ber. Men o'zim pulimdan tashlab beraman, sen pulingdan emas. Ramon bilan. Aytay kartangni. Assalomu alaykum. Ayting endi kartani. Atatürk. 98 Ali aka 60 gap yo'q. To'xtab tur. 98 60 emas. 56 14 Kötüne skem oldu, sen anlaşmıyor, özü kartası özü biledi. Zik aka. Ayt kartanı. Ben bularga o'xshagan paskuda emasman, mana tushundingmi? Ayt kartani, tamam. O'zim men o'zim yaxshi ko'rsatish uchun qilmayman, sen banisiga borishing kerak bu o'yin uchun beryapman. Bular o'zini ko'rsatish uchun qiladi. Ayt kartani. Kulib o'tirman, eshitib gapni. 86 Jim bo'lib tur. Demak, Ayt. yarim kechasiga yuradigan 40 73 42 00. To'xta, 40 73 42 00. 62 03. 62 03. 03. Jim. Monster keldi. 87 77. 87 77. Qani Monster? chiroqchi qachon kelasiz? Zulfiya. Hamga Toshkentda bo'lasiz. Keldiyorum. Zulfiya ki. To'xtang monster. Aytasizmi chiroqchiga? To'xtang. Ha Monster, davay chiqay Monster, erkak bo'lsang. Efir ochib kelsan. Unaqa bermang. Ishim bor, shuni aytaman. Kel davay. Yaxshi. Mujik emas bular. Kisa organ dollar bilan. Yedingmi to'lamaysanmi, suka bilan bir kasalmand ayolning pulini bilan yutib bering deb. Esdan chiqib ketganda, ha. Nima esdan chiqadi 3 kunda bilan kasal bo'lib o'tib suprab kelan ko'rmayapsan, baysa ketom o'tiribdi. 420 ming so'm o'zi zo'rg'a turgan qiz bu. Uyalmaysanlarmi bilan mashinik bo'lib turib bilan yana bitta menga qara, o'g'rilarga katta o'g'rilardan nima qolgan? Boyagi nima deydi? Meros qolgan gap bor, aytilgan gap. Boyagi nima derdi? Anu o'rtcha bilaman-da, bular prost tak. Onangizni yozib qoldiradigan o'ynayotgan odam. Zik aka, mana yerda ayollar turibdi. Sen aytmayapman. O'g'irlik qilmoqchi bo'lsang bilat, yarmisidan ko'pini o'g'irlamagan, bitta kambag'alning cho'ntagiga umuman tushmagan deb qo'yibdi. Vasiyat qoldiradi, yobani urot bilan. Sizlar qanaqa mashinalar bilan, kambag'al odamni bilan tunayapsizlar. Onang ko'tiga skiyslarni. Kambag'al odamni turiysan, onangni skiysani. Gandon tashlab beradi, joyini onasiniski 400 ming so'mga nima bundan shang'illatsan? Qachonmi kecha ikkita xorazmlik bola telefon qilyapti menga. Zekaga bitta iltimos bor. Nima iltimos? Qozog'istonda ishlayman men, bittamiz Rossiyada ishlaymiz. Ikkita bilet oldik qora marvariddan dedi. 2000 rubldan 4000 rublga dedi. Bilet ham yo'q, o'zi ham yo'q. Javob bermay bloklab tashladi bizani. Onangizki kecha ona bola sher urib o'tiribdi Sardorga. Qo'talman o'zini zemlagan kidat qilib. Kliklargacha tashlab beradi. Mana aka, bilet bermayapti deb. Ayting brat, iltimos deb. Bizlar bir umidvor bo'lib,
Boşuna yutamızda quvdik dedi. 420 ming tashlab berdingmi opaga? Tashlagan yo'q. Ayni nimang, monstring. Kutyapti, keldi-ku. Monster bilan nima ishing bo'lsa tashlayman deb Hozir karta. aytding-ku, to'xtab tur, tashlab tur, monster keldi. To'xtab turing deganmi? Monster keldi dedim. Tashlang kartasiga pulni. Sizga Eshitib o'tiribdi onangizki, uyini maqtaydi. Mana men yaxshi yashayman, mana bunaqa uyda yashayman. Onangizki, nogiron odam chidab qiyincha. gapni ko'paytirmay, monster unaqa qarab qo'ygan pul emas, tashlay. Onangizki ishlarni. Haromlar bilan. To'g'ridir, meni og'zim senikidan yomondir. Onangni eshikchisin deb so'karman. Lekin senga o'xshab invalid ovqatini olib yemayman qo'lidan. Menga aytyapsanmi? Senga ham aytaman, qolganiga ham aytaman. Onangni og'zlariga filla siksin. Onangni kuchiga sikib, Onaga tegilmaydi. qo'sh onangni. Kimmi? Bo'ldi, pul tushdimi opa? Ha, tushdi. Opa pul tushdimi? Hozir. Tushdi. Bor boringsan yugur. Qarama bu xunasalarga. Bo'ldi, taksiga chiqib ketdi. Ular faqatgina maskirovka, ehson yig'adi bu onangni skila 10 ming so'mini berib 100 ming so'm cho'ntagiga soladi bu ko'tlar. Onangni sikka, sen birovga pul tashlading. Qarindoshiga qiladi buni. Qarindosh o'rtog'iga. O'zida invalidga so'qilgan mamlakatga cho'ponga uranib, pulga uradi bular hammasi xunasalar. Qo'taga ham ehson qilmaydi bu ko'tlar. Qo'ta. Ko'rsat bittasini erkakcha bo'lib ko'rsat. Bir oyog'i bilan cho'loq bo'lib qolmoqchi o'tirgan qizni kidat qilgan bo'lsa harom. Soppa-sog' odamlarga ham ehson qilyapmiz-ku, zik. Qo'lim. Yashab qilayotganing yo'q ey. Gando sher urdim senga 200 dollar, 300 dollarlar pul tashlab berdim. Yana nima qilib beray? Ko'tingiz sikaymi endi? Nima qilay? Ya'ni bana. So'kmaysiz aka. Bayag'ira puling tushdimi, nima? Nima bor endi? Pulingizni olgan bo'lsangiz, doktorxonaga bormaysizmi? Davay, qiz boray doktorxonaga. Zek aka, oling monsterdan. Tashlab bersin, padarkani urib bersin. To'g'ri, men senga shundoq bansaga kecha qolmagan og'rig'ing kuchaymasin dedim. Malades, hamma qarsak shosim. Zek ehson qildi. Onangizga ana ko'rdim, endi ancha gunohlaring ketdi.